Assalomu alaykum. Bugun challenjimizning 7-kuni. Bugun sizlar bilan defitsit kaloriya to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bizga tushunarli bo'lishi uchun 1 kilogramm inson yog'i 7700 kilokaloriyani tashkil qiladi. Demak, biz bir kunda taxminan 3000 kilokaloriya sarflaydigan bo'lsak, o'shandan 15000 kilokaloriyasini to'g'ri ovqatlanib, kaloriyani hisoblab, ovqatlanish ratsionimizni to'g'rilaydigan bo'lsak, biz o'sha 1500 kilokaloriya defitsit kaloriyaga erishamiz. Umumiy hisoblaganda, masalan, 10 kunda 15000 kilokaloriyani biz defitsit kaloriyaga aylantiramiz. Ya'ni organizm defitsit kaloriya bo'lgan paytda mana shu 15000 kilokaloriyani organizm umumiy yog'lardan olishni boshlaydi. Bu yerda taxminan 2 kilogrammgacha vez yo'qotishimiz mumkin. Bu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan joyi bor. O'g'il bolalar ayniqsa yog'da eritib muskul chiqarmoqchi bo'lgan o'g'il bolalar ehtiyot bo'lish kerak. Muskullar katabolizmga uchrab ketmasligi uchun defitsit kaloriyani to'g'ri hisoblash kerak. Bizni kuzatib boring. Yangi bilimlarni birga o'rganishda davom etamiz.